mana shu masjid qurildi. Men yordamchilarimga ko'p aytib berdim. Bir ayol kelib, shu masjidga juda ham katta hissasini qo'shganlarning savobini urib ketdi-da shu ayol kelib. Ikki marta keldim, o'zingiz topa olmadim. Bugun xayriyat Alloh uchrashtirdi deb yig'lamsirab duo qilib qoldi. Kelib o'tirdi. Haligi ayol menga aytdi, "Qor aka," dedi, "mana shu mostdan marshrutkada o'taman," dedi, "Chorsuga," dedi. Yunusoboddan kelar ekan. "O'taman," dedi. "Alloh shu bayting qurilyapti, men hech nima qila olmayapman" deb o'zim har kuni ko'yayman dedi. Aslida uni qo'lida yo'q, unga majburiyat yo'q, uni imkoniyati yo'q edi. Lekin har kuni o'zim ko'yayman dedi. "Ey Alloh, shu bayting shu yerda bino bo'lyapti, ertaga men o'lsam, shu joyda masjid quriluvdi, nima qilsa qo'shding desa, men nima deb javob beraman" deb har kuni o'zim ko'yayman qor aka dedi. Bugun men shunga qodir bo'ldim. Ustalaringiz sonini ayting, men o'z qo'llarim bilan palov pishirib olib beray dedi-da. Endi bu yog'ini eshiting. Bu joyda 70-80 talab usta ishlayapti. U ayolga qanaqa qilib 70-80 ta usta ishlayapti deb ayta olaman men. Hojona himmatingizni qilib keling desam, bir kichkina plasmas idish 2 kilo atrofida oshni o'z qo'llar bilan pishiribdilar. Oldiga non olibdi, oshni o'zi yilmaydi deb salat, mayda chuydalar olibdi. Mana shu narsani olib kelib, yig'lab qor akani duo qilib tashlab ketdi. Kimdir falon 100 ming dollarlik ish qildirib berdi shu joyda. Chunki uni shunga mablag'i bor edi, uni mablag'ini nechidir qismaydi. Bu ayol nima qildi? Borini berib ketdi. Borini berib ketdi. Men o'zlariga ham aytdim. Shu ishlarni qilib, yaxshi ishlar qildinglar, lekin bir ayolni savobi sizlardan o'zib ketdi deb ularga ham aytdim men shu gapni. Puli bor, inamarka mashina haydaydi. Mana shu joyga kelib tomoshabin bo'lib ketganlarni ham guvoh bo'ldim. Salam Sultan Gazi. Klasiklarga aylangalik salom. Mana kenarga kelyapmiz. Kelinglar abidga.
Bak, kiyinlari gidiyor.